Assalomu alaykum qadrdonlar, omonsizlar, charchamayapsizlar. Biz hozir Namangan viloyatiga yetib kelganmiz. Xudo xolasa musofirdagi farzandi, yaqini nomidan xudo xolasa bir onamizni xursand qilgani yetib keldik. Qadrdonlar, yuraklarni qizartirib, podpiskani bosib hech qachon esingizdan chiqarmanglar. Sizlarga ham xonadoninglarga tabrik, asaka jamoasi tashrif buyurishlik albatta nasib qilsin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. O'zimizni asakamizdagi dadajon shirinliklari va liliya gullarini ham olib kelganmiz xudo xolasa. Oyatullo ukamiz ham shu yerda. Liliya gullar rahbariyati. Boshlig'i shepa. Tayyormisiz? Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganimda xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganimda xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmating bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmating bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Assalomu alaykum. Hammalarga yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Omonmisizlar? Assalomu alaykum. Bugun tug'ilgan kuningizmi? O'zi alohida bo'lib kelib oldi. Xudo xolasa tug'ilgan kunlaringiz bilan, shukrona kuningiz bilan, payg'ambarimiz ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan, chin yuragimdan muborakbod etaman. Xudo xohlasa uzoq umrlar ko'ring, hech qachon qarimay, hech qachon kasal bo'lmang, qalbingizda, dilingizda, yuragingizda nima niyatlaringiz bo'lsa, Xudo xohlasa Xudoyim hamma niyatingizga chiqsin. Modilamish qilib biz kelishamiz. Bir aytib qo'ymadim ona malakalarga. Andijonda asakasidan yetib kelyapman Namanganga, Xudo xohlasa. Asakani eshitgandirsizlar, asakadan yetib kelyapman, Xudo xohlasa. Bitta o'ylaningchi, kimning nomidan yetib kelyapman. Agar to'g'ri topa olasiz, podarkalarni topshirib ketaman. Agar to'g'ri topa olmasangiz, asakaga qaytarib olib ketaman. O'g'limni dedi. O'jak barxonni. Bitta qarshi chopib qo'yinglar. Sovg'a kerak ekan opamga. Xudo xolasa Hojakbir akamiz nomidan yetib kelyapman. Menga bir 15 kun oldin aloqaga chiqqan. Aka, Namanganga bormasangiz bo'lmaydi. Borib tabriklab kelmasangiz bo'lmaydi dedi. Mana bostirib kelyapman. Xudo xolasa. Siz uchun mana asakadan chiroyli podarkalarni olib kelyapman. Bu o'zimizning asakamizdagi dadajon shirinliklari. Yeb baho berib ko'rasizlar. Agar albatta yoqsa bitta telefon qilsanglar yana chiqarib olamiz asaka. Bu qanaqa to'rt aytaymi? Bu asakamizdagi dadajon shirinliklari, dadajondan ayajonga atalgan. Siz uchun bitta qarshi chopyapsizlar, topshirib. Siz uchun salomat bo'lsangiz bo'ldi. Sog' bo'lsangiz bo'ldi va o'zimizning asakamizda liliya gullar do'koni bor. Men u yerdan doimgidek onalarimiz uchun gul sotib olaman. Asakamizdagi liliya gullaridan. Xudo xolasa bu gul hozir gul do'koniga kirdim-da, liliya gullariga gul do'koniga kirsam, gullar rosa ko'p edi ekan. Qo'limda gullar ichida eng chiroyligi menman deb ajralib turadi ekanda. To'xta dedim, Namanganda bir xolam bor dedim. Xolamning chiroyini ko'rib o'zingdan o'zing hijolat topolmasang bo'ldi. Ara qo'limdagi gul sizni chiroyingizni ko'rib o'zi hijolat bo'lyapti. Shu gulni sizga topshiraman. Faqat bitta shart bilan topshiraman. Bugundan boshlab hech qachon qarimayman va kasal bo'lmayman deb va'da bersangiz topshiraman. Va'da berasizmi bo'ldi. Bitta guldiroz qarshi chopib qo'yinglar. Siz uchun salomat bo'lsangiz, sog' bo'lsangiz bo'ldi. Qaranglar, o'sha yuzida qon yurmadi emas, yugurdi podarkalar. Xudo xolasa salomat bo'lsangiz bo'ldi.
Xudo xolasa sizlar ham ich-ichinglardan niyat qilib ko'rasizlar. Sizlarning ham shunaqangi yaxshi kuninglarda, chiroyli kuninglarda bizni tabrik asaka jamoasi albatta tashrif buyurishlar albatta nasibsin. Bizni jamoamizga albatta sizlarga chiroyli pодаркаlar topshirib ketaylik xudo xolasa. Biz endi 2 yildan beri ota-onalarni xursand qilib yuramiz-da farzandlar nomidan. Bizning maqsadimiz dunyodagi barcha ota-onalarni farzandlari nomidan xursand qilib ularga pодаркаlar topshirish. Hammanglarning telefoninglar bor, Instagram sahifanglar bo'lsa, tabrik asaka desalar chiqadi. YouTube'da Izzatullo Azimjonov desalar YouTube'da chiqadi. Shunaqa ota-onalarni xursand qilib yurgan videolarimiz. Kelinglar, balkonda xolalarim, kelinglar, sal yaqinroq. Keling xola. Keling, yaqinroq kelaveringlar mana. Xudo xolasa. Keling, kelaveringlar xola, qani. Ya qaynasimiz? Xudo xolasa salomat bo'lsanglar bo'ldi, sog' bo'lsanglar bo'ldi. Telefon kalimi topshirsangiz yaxshi bo'ladi. Yo, hozir ozgina gaplarim bor, she'r qo'shiqlarim ham bor-da hozirlarga. Xudo xolasa salomat bo'lsangiz bo'ldi, sog' bo'lsangiz bo'ldi. Taassurotlar qanaqa? Taassurotlaringiz qanaqa? Umringiz bo'lsin, yaxshi yo'lga xizmat qiling. Xudo xolasa. Safardagi o'zim yaxshi sog' bo'lsin. O'zi bittagina o'rnini bosib qo'ying. Salomat bo'lsanglar bo'ldi. Qaranglar, endi sizlarni ozgina vaqtinglarni olaman. Bizda qarang, yoshini bitta tug'ma talantim bor-da, shundan foydalanaman hozir opam uchun. Xudo xolasa qarang. Bizda yoshini taxmin qilib to'g'ri topib qo'yishga qobiliyatimiz bor. Yoshingizni Hoji Akbar akamdan so'ramadim. O'zim taxmin qilib ko'rmoqchiman. Agar rostdan ham to'g'ri topib qo'ysam, chiqib Melisaga berib yuborish yo'q ona. Sizlashib yurmaydi to'g'ri topib. Agar rostdan ham to'g'ri topib qo'ysam, qo'li bo'shlar qarsak chopmayapsizlar. Agar bitta qo'lida telefoniga videoga olayotganlar bo'lsa, bitta qo'lingizda yuzingizga urib ko'rasiz. Qarsa hisobda qabul qilib olaraman. Kelishdingmi? Opa aytaveraymi? Taxmin qildim, rengin qildim. Menimcha siz bugun 17 yoki 18 yoshga kirdingiz. To'g'rimi? To'g'ri topdingiz. Bekarga ikkita sonda aytmadim. Xudo xohlasa, Xudoyim shunaqangi 18 yoshda yana 18 tasini bersin, har birida har yilida kelaylik, tabriklaylik, ashkurlarga chiqsin. Qarang, bugun kunlikda shu yaqinlaringizni guvohligini 18 ga kirgizib qo'yapman. Keyingi yilda Xudo xohlasa siz bilan 19 yoshda ko'rishamiz. Bo'laveradi. Xudo xohlasa hozir yana bitta niyat qilib qo'yapman. Yuzga kirganingizda ham bizni shu xonadoningizda hech qanaqa hassasiz, qarimagan holatda, kuchga to'lgan holatda, yuzingizga ajin tushmagan holatda kelinglar bolalarimni kuting, biz kelaylik, tabriklaylik, ashkurlarga yetkazsin. Xudo xohlasa umra safarlariga sertifikatlarni bersin, borgan bo'lsangiz katta hojilarga sertifikatlarni bersin. O'zimiz ism familiyangizgacha sertifikatlarni o'qib, topshirib jo'nataylik. Borib kelganingizda uzun qizil daroshkalarda, oppoq kiyimlarda chiroyli, ma'noli qo'shiqlar bilan kutib olishlik bizni tabrik asaka jamoamizga nasib qilsin va ashkurlarga yetkazsin. Va yana bitta niyat qo'shyapman. Xudo xohlasa bitta chiroyli Inamarka mashinasiga oldiga onajonimga deb yozib olib kelishlik nasib qilsin. O'zimiz o'sha Inamarka mashinasining kalitiga chiroyli qizil bandini chigib turib, mana ona deb chiroyli qo'shiqlar bilan topshiraylik va shu kunlarga yetkazsin. Nima dedinglar? Xudo xohlasa nechta farzandlar bor? Uchta, uchala farzandingiz nomidan hozir bir dona she'rim bor. Yo'q demasangiz ijro qilib beraman. Bo'laveradimi? Ijro qilaveraymi? Boshim qo'yay bugun pok-poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim tanhoginam jonim, boringizga shukr deyman, boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatim siz, pok iymonim yorug' yuzim qimmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz, boringizga shukr ona, boringizga. Qalbimdasiz doim mening jonimdasiz, qayda bo'lsam xayolimda yodimdasiz. Baxtiyorman gar bo'lsangiz yonimdasiz, boringizga shukr ona, boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanayin men bolam degan tilingizdan, boringizga shukr ona, boringizga. Orqilaman hamma qilgan xatoyimdan, ko'nglingizga bergan noyon jafoyimdan. Umringizni so'ray qodir Xudoyimdan, boringizga shukr ona, boringizga. Boringizga shukr ona,
boringiz. Xudo xolasa boringizga shukr qiladigan, shunday farzandlaringiz, yaqinlaringiz hamma salomat bo'lsin, sog' bo'lsin. Endi sizga yana bir dona qo'shig'imiz bor. Uchala farzandingizni nomidan qabul qilib olasiz. Ayting desiz aytamiz. Aytmang desiz majbur aytamiz, eshitishga majbur bo'lasizlar. Ular ham ijro qilaveraylik, farzand ketdik. Oqshomki bola beshigini, ey ona qalbi bo'linadi dunyolarga. Ey farishtalar oching jannat eshigini, to tonggacha alla aytsin onalarga. Yuragida dard oshkor qilmas onam, olamdir onam, jannatim onam. Gullar tushdi boshiga, oq oraladi sochiga, Allohim yosh qo'sh yoshiga. Onamni ko'nglim yarim qilmagin, onamdan ayirmagin, panohingda asragin onamni. Kechalar hamma uxlab yotgan palla, ona bedor bolasiga aytar Allah, Allah, Allah. Kunlar tushdi boshiga, oq oraladi sochiga, Allohim yosh qo'sh yoshiga. Onamni ko'nglim yarim qilmagin, onamdan ayirmagin, panohingda asragin onamda. Yuragida dard oshkor qilmas onam, onamdir onam, jannatim onam. G'am ko'rmasin dediz bolam, boringizga shukr onam. Jonli ijro va boshqacha odam maza qilaveradi. Xudo xolasa bugungi kunda qahramoni sizsiz. Bugungi kunda o'zi yig'latgani kelmadi, xursand qilgani keldi. Lekin har bitta tug'ilgan kunda o'zi xursandchilik ko'z yoshi bo'ladi. Xudo xolasa opa, bugungi kunda qahramoni sizsiz. Bugungi kundagi chiroyli qizlarkalar, chiroyli jonli ijrodagi she'rlar, qo'shiqlar faqat siz uchun. Xudo xolasa bugundan boshlab miyangizda qanaqangi g'am tashvishingiz bo'ladigan bo'lsa, bir chekkaga shuni chiqarib orasida hayotda kulib, o'ynab, maza qilib yashasiz, shuni o'zi katta baxt. Uni ovoz oqan aytganda yashab bersiz bo'ldi. Yelkasidan to ag'darilganda bo'ldimi bo'lsa? Biz maqsadimizga erishdik. Xudo xolasa salomat bo'lsangiz bo'ldi, sog' bo'lsangiz bo'ldi. Xonadoningizda shunaqangi xursandchilik kuninglar ko'p bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Bizni tabrik Asaka jamoasini aytish albatta esingizdan chiqmasin. Xudo xolasa Asakani birin burchagidan bo'lsa ham yetib kelamiz. Xudo xolasa. Endi qarang, hozir sizlarni musofirdagi Hoji Akbar akamiz bu yoqda ko'rib turibdi. Ichinglarda qanaqa rahmatlaringlar, gaplaringlar. Ey! Gapirib ol, ey! Xudo xolasa qaranglar, sizlarni ko'rib turibdi. Ichinglarda qanaqangi rahmatinglar, gaplaringlar, duolaringlar bo'lsa yo'llanglar. Faqat ana dejurni gapni aytmay qo'yaverasiz. Bolam ozob topdi, qachon jo'natasan, 15-sana kelyapti. Albatta kayfiyatingiz uchun qanaqa rahmat, gaplar, duolar bo'lsa yo'llanglar, ko'rib turibsizlar. Rahmat o'g'lim, tinchligingiz sog' bo'lsin. Bittagina seni 10 tani o'rnini bosgin ilohim. Siz shu safarlaringiz bexatar bo'lsin, doim davlatingiz ziyoda bo'lsin ilohim. Hamisha yaxshiligingni ishtaveradi Parvardigor. Yanaga shu vaqtiga to'ylaringda ham mana shunday yurishni nasib qilsin ilohim. Tinchligingiz sog' bo'lsin, ishlaringiz rivojini bersin. Allohim. Dendollaringiz sog' bo'lsin, Hoji Akbar o'g'lim, tinchligingiz sog' bo'lsin, safarlaringiz bexatar bo'lsin, Xudoyo yuzlaringiz yorug' bo'lsin, mehnatlaringiz rohat bo'lsin, Xudoyo. Yanaga o'ylagan mana shunaqa to'ylarni qilib, mana shunaqa ulug' yoshlarga kirib yuraylik hammamiz. Tinchligingiz sog' bo'lsin, Xudoyo. Sizlaringiz rivojini bersin. Umrona uzun bo'lsin sizlarga ham. Opa, bir gaplaringiz bormi? Faqat shular aytib qo'yapti-yu. Achasida. Ya, gapiravering. Rahmatlaringiz bo'lsa bir gapirib qo'ying. Rahmat, tinchligingiz sog' bo'lsin, baxtimga sog' bo'lgin, eslomaki bo'lgin, to'ylaringni ham mana shunday chiroyli o'tib yuraveraylik. Tinchligingiz sog' bo'lsin, rahmat.
Endi qaranglar, hozir sovuqda jinni sovqatib qoldinglar. Bitta chiroyli qo'shiqlarimiz bo'lib o'ynab berasizlar. Atay asakadan kelib o'ynatmasdan ketmasak bo'lmaydi. Yo, chiroyli. Ha, o'ynaydiganlar bor? Chiroyli qo'shiqlarimiz. Qani ketdi. Ha. Xursand bo'lgan bo'lsanglar bo'ldi. Xudo xolasa endi salomat bo'lsanglar bo'ldi. Xudo xolasa sizlar ham niyat qilib ko'rasizlar. Sizlarni ham shunaqangi yaxshi kuninglarda, chiroyli kuninglarda kelaylik, tabriklaylik. Xudo xohlasa keyingi yilda shu sanalarida sizlar bilan yana diydor ko'rishlik bizni tabrik asaka jamoamizga nasib qilsin. Ha, o'sha kunlarga yetishsin. Endi bo'lsa tug'ilgan kunni maza qilib yaxshi o'tkazib olasizlar. Biz esa asakaga o'rgatamiz. Bo'ldi. Rahmat katta. Salomat bo'linglar. Yaxshi o'tkazib olinglar.